Salomdagi akalar, bambu panelni qanaqa qilib yopish kerakligini men sizlarga o'rgataman. Bu ozon va arzon varianti. Penani set chiqamiz. Bitta penamiz ikkita bambu panelga yetadi. Bu narsani devorga yopishtirishdan oldin sizga tekis va o'ringa to'g'ri keladigan detal kerak bo'ladi. Ya'ni buni 5 daqiqa davomida devorda ushlab turish kerak. 5 daqiqa davomida o'sha qatadi. Bu narsa arzon tushadi. Germetikadan ko'ra, chem germetikadan ko'ra ancha arzon tushadi. Bemalol qulaylardan foydalanishingiz mumkin.